Okey, hammaga salom. Demak, birinchi rekordingimizni boshladik. Bu prosta shunchaki DFP foydalanuvchilari uchun, kuzatuvchilar uchun juda ham bir qiziq video bo'ladi deb o'ylayman. Bu narsani doimiy qilib borishimizni xohlayman. Aynan chunki menimcha hamma har xil kod challengelar yoki shunga o'xshash narsalar doim tushuntirib berib va boshqalarga o'rgatsa, inson o'zida ko'proq tushunganini biladi. Shuning uchun kelar bugun birinchi challenge yechib ko'ramiz. Menda hozir xato bo'ldi. Aynan array manipulation deymizmi? Qiziqroq, men shu narsani chuqurroq ko'rsatib beraman. Misol uchun description ko'ramiz. Ya'ni asosiy o'z aslidagi muammo yoki aynan so'ralayotgan muammo nimada? Xo'p. Bizga beriladigan narsa n. Ya'ni shu n orqali n ga n shahar tuziladi. Ya'ni shahar koordinatalardan iborat 3 bo'ladigan bo'lsa 3 ga 3 tarzda koordinatalar tuziladi va buildings bizga 2D grid, ya'ni 2D array beriladi va buning ichida mana shu binolarda koordinatalar berilgan, qayerda bino bor va ular har birini ichida x y koordinatalari bo'ladi va biz qaysi binoni tepasida ham pastida ham o'ng va chap tomonda, ya'ni shu qaysi bino o'ralganligini, to'liq o'ralganligini topib, nechta bino o'ralganligini qaytarib berishimiz kerak. Misol uchun n agar 3 ta bo'ladigan bo'lsa va buildinglar mana shu tartibda beriladigan bo'lsa, ya'ni mana bu tartibda berilgan, buning ichidan faqatgina 1 qaytadi. Javob 1 bo'lishligi kerak, chunki faqatgina 2 ga 2 bo'lgan joydagi binoyimizda har bir tomoni boshqa binolar bilan o'ralgan. Yana boshqa misollar. Bu yerda 0, chunki hech qaysi bino o'ralmagan. Bu yerda esa 1. Va n constraintda berilgan, n 10 mingtagacha bo'lishligi mumkin va hokazo. Demak, men birinchi o'ylab ko'rdim, ya'ni xato bo'lgan yechimni kelar solishtiramiz. Birinchi bu functionlar yoptiraylikda. TypeScriptdan foydalanyapman, chunki TypeScriptdagi bilimlarni oshirmoqchiman, ya'ni ham ko'proq masalan. Hop, biz javob qaytarishimiz kerak bo'lgan narsa bu covered. Nechtasi covered? Covered 0 initialize qilamiz. Undan keyin bo'lsa L buildings L, ya'ni bizga beriladigan binolar nechta bino borligini bilishlik uchun L kerak. Va mendagi o'y nima bo'ldi? Kelar har bitta buildingni ko'rib chiqamiz va har bitta binoni bitta-bittalab ko'rib chiqayotgan paytimizda x y koordinatasini olamiz, aynan ko'rilayotgan binoni, va undan keyin tekshiramiz. Kelar chap tomonni tekshiramiz, tepani, pastni, o'ngni va pastni har bittasini tekshirib chiqamiz va buning ichida nechta borligini topib, agar shular hammasi to'g'ri bo'lsa, ya'ni bittadan ko'pdan bo'lsa, undan keyin coveredni plus ya'ni bitta songa oshirib qo'yamiz. Mantiq ham to'g'ri. Endi misol uchun funksiyani chapni tekshirish funksiyasini ko'ramiz. Qanday bo'ldi? Ya'ni bunda count 0 va deylik let I bu yerda nima qilyapmiz? Har bitta binoni bitta-bittalab ko'rib chiqyapmiz va undan keyin agar biz o'rganayotgan binoyimiz, misol uchun biz deylik birinchi holatdan 1-2 damiz. 1-2 ni ko'ryapmiz va har bitta binoni ko'rib chiqishni boshladik. Yani agar mana bu yerda ko'ryapmiz, bizga berilayotgan, biz hozir ko'rayotgan binoni x koordinatasi bizga berilgan x dan, misol uchun biz deylik mana bu 2 koordinatani ko'ryapmiz va bizga tushgan narsa 2 3. X koordinatasi deylik mana buni ko'ryapmiz, deylik chap tomonni ko'ryapmiz, chunki agar x koordinatasi y koordinatasi teng bo'lsa, ya'ni 2 bo'lishi kerak, y koordinatasi teng. Bu degani mana bu qator. Y koordinatasi teng bo'lgan mana bu 2 va x koordinatasi bo'lsa 1. Bizga berilgan 2 dan ko'ra kichkinroq, ya'ni chap tomonni o'rganyapmiz. Va xuddi shu tartibda chap tomonni, tepa qismini, o'ng tomonni, past qismini o'rganib chiqamiz. Shunday qilib hisoblaymiz. Lekin
bitta muammo bor. Muammo, agar asosiy funksiyani ko'radigan bo'lsak, o'zi birinchi loopni ichidamiz. Har bitta funksiyani tekshirayotganda yana bitta loop ichiga kiradi. Chunki mana bu har bitta funksiya ichida yana bitta loop bor. Ya'ni 2 marta for loop bo'lib ketyapti va on kvadrat bo'lib ketyapti. Ya'ni ketayotgan vaqt on kvadrat juda ham ko'p vaqt ketyapti. Shuning uchun men solution bo'ldi. Menga mana time x limit exceeded degan javob keldi. Chunki mana 809 bo'lganda qancha narsa bo'lib ketadi. Endi kelar boshqa yo'l bilan ishlab ko'ramiz. Men ChatGPT bilan ozgina gaplashdim. O'rgangan narsamni ozgina hozir harakat qilib ko'ramiz. Agar esimda bo'lmasa ChatGPT bilan ozgina gaplashib chiqamiz. Chunki o'rganish kerak. Tak. Kelar mana shu joygacha o'chirib tashlaymiz. Boshqatdan yozamiz. Endi bunda solution qanday bo'ladi? Solution bizga mapping qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, rows tak. TypeScriptda qanday qilib ko'taramiz? Tak, const rows bizniki mapping bo'lishi kerak. Mapning ichida number key bo'ladi. O'sha numberga number array value bo'lishligi kerak bo'ladi. Adashmasam xuddi shunaqa qilib ochar edik. Yo'q. New map shunaqa. Ochib bilan ko'ramiz. New map to'g'ri. Funksiyasi ham bor ekan. New map number. Okay. Map qilib chiqamiz. Undan keyin esa hammasini column yoki gruppaga qo'yib chiqamiz. Okay. Okay. Demak, ketdik. Funksiya bo'lishi kerak bu narsa. Ana endi bo'lsa, faqatgina bu yerda while'larni qabul qilishimiz kerak. List of y's will be here. Okay. Const columns is going to be new map number. Okay. Number array. So list of x's will be endi biz nima qilishimiz kerak? Fill out the mappings. For nima qilishimiz kerak edi? Eslab olishim. Tak. Rows map qilib chiqishlik uchun for adashmasam x y const x y of buildings. Okay. If okay rows yo'q, to'g'ri adashmadimmi? Yo'q, to'g'ri ketyapman ekan. Okay, has. Agar mana shu qatorda y bo'lmasa, bu qatorga y qo'shish kerak. Ya'ni key qilib y ni o'rnatish kerak va bo'sh array initialize qilishligimiz kerak bo'ladi. Agar column bo'lsa, demak unda ham xuddi shunaqa qilish kerak. Agar bor bo'lsa, bo'ldi, bunga push qilib qo'ya qolamiz. Row
tushunarli. Demak, biz nima qilyapmiz bu yerda? Excalibur. Kelinglar ozgina tushunchalar hosil qilamiz. Tak, biz nima qilyapmiz? Hop. Mana shu tartibda bo'lsa, masalan, uzr. Tak, bu narsa o'chirib tashlashimiz kerak. Bizga xalaqit beradi. Demak, agar 1, 2, 3, 4 bo'lsin, bu yog'iga ham 1, 2, 3, 4 bo'lsin. Ana endi biz nima qilishligimiz kerak? Bizga asosiy kerak bo'ladigan narsalar bu hamma binolar qayerdaligini qatormachasiga, ustuniga va qatoriga hammasini bitta qatorga yozib chiqsak, shunda osonroq bo'ladi. Nimaga? Chunki o'ng tomonni, chap tomonni, tepasini, pastini taqqoslash osonroq bo'ladi. Agar deylik, mana bu nuqtani boshqa rangdagi qilaylikda. Aynan mana shu nuqtani o'ng va chap tomonni taqqoslamoqchi bo'lsam, bu tomon va bu tomonini mana shu mapning ichidagi, mana shu arrayning ichidagi nuqtalarni bemalol taqqoslay olaman. Agar ustun machasiga taqqoslamoqchi bo'lsam, deylik, mana bu ustun yoki xuddi shuni ustun versiyasini olamiz. Chunki alohida map qilib saqlab olsak, bundan tepasida bor va pastida borlarni ham bemalol ko'rib olishimiz mumkin. Shunda men loop qilib chiqishim kerak bo'lmaydi. Chunki bizda asosiy muammo 2 marta loopning ichiga loop kirib ketganligi uchun time out bo'ldi, vaqt ko'p ketib qoldi. Xo'p, endi biz yasab olgan mana bu mappinglarimizni to'ldirib chiqishimiz kerak. If rows dot has y bu narsa kerak. If rows dot has y, in that case, okay, rows dot set y bo'sh array. If and in the column, ya'ni ustunlarimiz bo'lsa, x nimaga deyapmiz? Chunki ustunlarimizni x value bo'yicha ko'rib chiqamiz. If calls dot has x, calls dot set x, okay. If not, then rows y dot push to'xtanglar, to'g'ri yozyapmanmi? Rows dot get, uzr, ko'rib chiqish kerak. Rows dot get push, rows calls dot get dot push, okay. Rows dot get y dot push x, okay. Y x calls. Okay, demak initialize qilib oldik. Ana endi we have filled this out. Agar sort qilib olsak, yana ham osonroq bo'ladi.
Okay. Pa, 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 pa. Okay. Demak o'rganishlik kerak. Mana bu narsa nima degani? Okay. Sorting the values so it will be easier. Juda for looplar ko'payib ketyapti. Lekin for ichida for bo'lmaganligi shundan qochyapmiz. For const lists list of rows dot values bunday qilish kerak menimcha. Adashmasam to'g'ri. Undan keyin sort qilamiz. Men mana shu joyga tushunmadim. Explain this behavior. Okay. Sort normally does and why it's weird. Okay, sort does it. Numeric sorting. You get sorting. Sort does string sorting, so the results become JavaScript sort everything as texts unless you tell it otherwise. So what do? A, B, A minus B. Because the sort allows you to pass comparison function that tells JavaScript how to order two values. First number, B is the second number, and it must return negative number. A comes before B. If A minus B, agar minus uch, negative 2 comes before 5. Just proper numericals. Okay, tushunarli. Demak, mana men qanday qilib o'rganaman. Mana shu tarzda men challenge'larni retkod qilib esdan chiqib qolgan funksiyalar yoki yangi funksiyalarni shu tarzda o'rganamiz. Okay. List dot sort. We need to sort ichiga bunday qilamiz. A, B, A minus B. Okay. Menimcha mana shu narsa qilishligi kerak. If I remember correctly. Okay. To'g'ri. If we are sorting this way and then we're gonna sort it. Now we're gonna sort columns. And in the main loop begins here. Hop. Okay, we are taking it one by one. And we need to get left, up, right, down. Okay, let is left because what we are gonna do is tushunarli. Binary search qilarkanmizda.
Tak, has left, has right, has down, has up. Index row. Explain. Hop, to'xtanglar. Explain qilmasin, o'zimiz tushunamiz. Demak, rows, ya'ni qatorlarga birinchi qatordagi valyularni olamiz. Va xuddi o'sha qatorga undan keyin demak, hop, bu narsani qilmay qo'yamiz ekanda. Mana shu joyiga mana shu narsani qo'yib qolamiz. Osonroq. Ana endi tak, bizga kerak bo'ladi. Men manalashtirib qolib ketdim bitta. Okay, const row is going to be equal to rows dot values of row bo'lsa, bizga y kerak bo'lar ekan. Bundoq qilsak, mana bu narsani row emas, column calls bizga x kerak bo'ladi. Ana endi tak, bizda nima bor? Yo'q, shay xunuk bo'lib ketibdi. Hop. Bundoq qilamiz. Okay. Tak. Hop, bizda deylik mana shu joyning tak qatorlarini olganmiz. Mana shu orqali biz nima tekshira olamiz? Chap tomoni, tepasi, pasti yoki o'ng tomonni tekshira olamiz. Buning uchun bizga mana shu qurg'ur valueni mana bu qatordagi indeks kerak bo'ladi. Deylik, mana shu qatorda, mana bu yerda biz sort qilib olganmiz-ku. To'g'ri, misol uchun agar bu yerda 2, 7, 3 tipa 4 va hokazolar bo'layotgan bo'lsa, biz buni sort qilganmiz. Sort qilib olganligimiz uchun bizda doim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 va hokazo ketadi. Bizga buni indeksi kerak. Deylik, buni indeksi agar sonimiz 3 bo'ladigan bo'lsa, 3x deylik 3 bo'ladigan bo'lsa, demak bizga buni indeksi kerak. Buni indeksi 1, 2, 3, 4 2 bo'lishi kerak bo'ladi. Agar 2 bo'ladigan bo'lsa, demak 0 dan katta bo'lsa, biz bu tomoni, chap tomoni bor yoki yo'qligini va o'ng tomoni bor yoki yo'qligini aniqlashligimiz kerak. Agar 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, aniq chap tomoni bor. Endi bu tomoni общий umumiy uzunligidan length tak
2 o'zi 3 ta. Ha, umumiy uzunlikdan ko'ra katta, agar 2 kichkina bo'ladigan bo'lsa lensdan, demak o'ng tomoni ham bor degani. Всё, tushunarli. Demak indeksni topishimiz kerak. Tak, bu narsa o'sha kerak emas. Hop. Find the index of the values within the row and column. I row. Okay, I row. Index of the row is going to be equal to, yeah, Python Basco. I row is going to be equal to row. Okay. Row dot index of x. Index of column dot index of y, and in the has const. Okay. Const has up is going to be equal to if I row is greater than 0. Oh no, bu has right bo'lish kerak. Greater than 0. Const has type, manimcha type definition shart emas. Has bu left. Has left, has up, has right, has down. Okay, has up is gonna be I column. If I column is gonna be less than the length of call dot length. So, manimcha to'g'ri yozdim. Okay. I row should be more than 0. No. Less than row dot length. I call more than 0. Okay, and I think if has left and has up and has right and has down is gonna be
cover it plus. Did we do it correct? If arrow has left, okay. Y -1. To'g'ri, adashibmiz. Mana shu joyda adashib ketibmiz. -1. Ishqilib saqlanganmidikin? Yes, saqlangan ekan. -1 qolib ketibdi. Chunki okey, endi submit qilamiz. Ancha to'g'ri bo'ldi shekilli. Tak, qayerda xato qildik? Expected 0 argument. Cho'ta nimaga? Yigirma besh, 26. Cho'ta nimalardir qolib ketdi-da. Tak. Uzr. Bunaqa qolib ketibdi. Values .get ekan. Men funksiyonalashtirib qo'yibman. .get push values emas. To'g'ri. Mana endi ishlash kerak. Nihoyat. Shu orqada qolib ketibmiz u. Shunda ham ChatGPT yordam bilan birinchi o'rindagisi qanday qildi ekan? Voy, nima qilibdi ekan? Tak. Max row, min row. Demak, maksimum qator bo'lsa n plus bitta 0 bilan to'ldirib chiqibdi. N plus bitta qilib Hop. Buildings, hop. X P0, Y P1, hop. Max row Y. Maksimum qatorni Y ga. Method max row Y 0. Xo'sh. X qatorlarga X qo'yib chiqyapti. Eng kichkina va eng kattasini hisoblab chiqyapti ekan. Hop, endi. Hop. Agar X ana shu qatordagi
bor. Voy. Aha. Ajoyib. Eng o'sha qatorlardagi eng kichkina va eng kattalarni saqlab qo'yyapti ekan. Agar eng kichkinadan katta va eng kattadan kichkina bo'lsa va ustunda ham eng kichkinadan katta, eng kattadan kichkina bo'lsa, demak, vau, ajoyib. Вообще zo'r. Вообще zo'r ideya. Rostdan ham zo'r. Ha, demak shu. Demak solution shu ekan. Rostdan ham juda ham zo'r solution. Shu, bo'ldi. Ancha yutqizdik. Ko'ramiz endi bu yog'iga. Demak shu keyingi challenge keyingi boshqa kuni yechib ko'ramiz.